Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan biz onlayn pul ishlashni o'rganamiz. Ko'pchilikda savol tug'diradi, qanaqa qilib onlayn pul ishlasak bo'ladi? Hozir biz onlayn daromad topishning yana bir usuli bu Yuzka kanalidan foydalanish degani. Ya'ni bu yoqqa o'zingizni registratsiya qilamiz. Men oldindan ro'yxatdan o'tganman. Shu nomeringizni yozib qoldiramiz. Va SMS kodni kiritamiz. Hozir bunda biz bu sayt qanday desam, ko'pchilik mendan so'raydi, pul tikmasdan, keyin tovarni qayerdan olib kelishni bilmayman, savdoga qanday qilib kirsam bo'ladi, qanday qilib savdo qilsam bo'ladi deb so'raydi. Shunda biza men o'zim mana 100 ming so'm hisobingizda 100 ming so'mni premium deyapti. Top qo'llab-quvvatlash markazi mana. Ko'rishimiz mumkin. Yuzka saytiga men ro'yxatdan o'tganman. 21-yil ro'yxatdan o'tganman. Keyin meni reklamalarim ham chiqarganman. Ko'p orada tashlab ketganman, chunki ishim, o'qish bilan bu shug'ullana olmaganman. Lekin uyda o'tirgan holda bemalol bu saytdan foydalansangiz bo'ladi. Hozir bu saytda nima sotaman? Men nima qilaman desalaringiz, mana hozir profillarimiz rasmlarini ham bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Hozir o'zimizga ma'qul va o'zimizga yoqqan profilda masalan o'zimman shu qo'ysam bo'ladi. Hozirda biz Yuzka saytidan qanday qilib reklama olaman? Hozir reklama olib, reklamaga to'lov qilishlaringiz shart emas. Ya'ni mana statistika, to'lov, summa chiqarish hammasi mana bu yoqda ko'rinib turadi. Boshqaruv paneliga kiramiz. Kirgandan keyin mana bu yerda hamma narsa, balans tarixi, jarimalar, xayriya qutisi hammasi namoyon bo'ladi. Biz bozorga kiramiz. Ya'ni bizaga qanaqa mahsulot kerak? Hozirda topga chiqadigan mahsulotni tanlaymiz. Ya'ni ko'p sotib olinadigan mahsulotni. Sizlarda bu dastur qanday, bu qanaqa ishlaydi deyishlaring mumkin. Bu dasturda hozir biz bemalol pul ishlasalaringiz bo'ladi. Ya'ni nima uchun? Qanday qilib? Yuzka deb yuzk.uz berasizlar va bizaga mana o'chirilgan takliflarni ham qiladi, qaranglar. O'sha mana bular chiqib ketgan bazadan. Hozir mana bu yerda bizaga kerak bo'ladi bosim o'lchagich. Ya'ni hozirgi kunda juda ham ommalashgan, mana sotuvchi bog'lanish deyapti. Mana bu yerda oqim yaratish. Biz reklama yaratmoqchi biza. Reklama yaratish uchun oqim yaratishni bosamiz. Oqim yaratishni bosgandan keyin oqim nomini beramiz. Ya'ni o'zimiz tushunadigan bo'lish uchun bosim o'lchagich deb yozamiz. Ya'ni shu borasida qancha bo'ladi. Hozir oqim yaratamiz. Bu oqim yaratganimiz Telegram gruppamizga kelib tushadi. Nusxa ko'chirib olamiz bu yoqdan va Telegram gruppamizda mana reklama уже bizaga tayyor reklama chiqadi. Это тонометр с голосовым помощником. Измеряет давление и сам озвучивает результаты. Просто надеваете на запястье, нажимаете кнопку и через пару секунд слышите свой результат. Точная сенсорная технология исключает погрешности, широкий дисплей с подсветкой. Shuni oladi. Biz hozir buni o'zimizni guruhimizga tashlaymiz. Ya'ni buni belgilab hozir tak shuni ham buni belgilaymizda. Bosamiz guruhimizga. Mana o'zimning guruhim bor. Ya'ni shunga tegishli bo'lmasa ham o'zimning savdo guruhim bor. Shunga tashlaymiz. Ketdi. Tashlaymiz va bizaga silkamiz kerak. Bizning orqamizdan kirish uchun. Izminitni bosamizda ozginadan keyin boyagi kopirovat qilganimizda qo'yamiz. Ya'ni shunga kirsangiz уже bo'ladi. Hozir men ozgina ko'payib ketdi. Qo'yamiz qizlar. Yakunda hozir 31 bosim o'lchagich.
Hozir ko'plab Telegramda cheklovlar qo'ygan. Sonlaringizga ham 30 ta son deyapti. Tak mana bu yerdan sal ko'p so'zlarni olib tashlaymiz. Ya'ni bizga reklamada bor-ku. Ketdi. Mana. Mana bu silka orqali oqim yaratildimi? Shu silka orqali kirishsa, bizani kodimiz bilan boradi. Mana kiryapti. Reklamachi kabinet deyapti. Mana buyurtma bersangiz, mana bu yoqqa nomer tarasiz, bu yoqqa 30 ming yetkazib berish narxi, ismingizni yozasiz, nomer yozasiz, buyurtma berasiz. To'lovni qo'liga olganda beradi. Ya'ni siz bu yoqda olib beryapsiz. Hech qanaqa bir qilmaysiz, hech qanaqa bir pul tikmaysiz. Hozir sizga qancha berishini aytyapti. Bu 99 minglikda sotilsa, sizga bonus 30 ming deyapti. Ana shu buyum sotilsa, 30 ming so'm bo'ladi. Ya'ni bunaqadan mana uje mana qaranglar. Ana ularni ham posti ham uje kelib chiqadi. Ko'rdingizlar? Mana bemalol qilsangizlar bo'ladi. Hozir bu haqida men batafsil o'zimning kursimda aytib o'tganman. Qanday qilishlariga, qanaqa kirish, ro'yxatdan o'tish, hammasi haqida aytib o'tganman. Bemalol kuzatishingiz mumkin. Kursimda batafsil sizlarga o'rgatib boraman.